oling. Va bu bizning Yoni Gap loyihasini albomi, foto albomi hisoblanadi. Sizning vazifangiz hozir rasmingiz orqasiga Yoni Gap uchun tilagingizni yoki aynan talabalar uchun foydali bo'lgan gapni qiziqarliroq nimadir yozishingiz kerak. Va rasmingiz pastiga imzongizni qo'ysangiz, bu birinchi rasmlarimiz portfoliyomizga tushadi. O'ylab kelishganmi deymi? Aytmadingizmi? Rasmingiz ustiga imzoingiz. Birinchi o'rinda tanishtirishim kerak. Birinchi mehmonimiz bu buxgalteriya hisob fakulteti koordinatori Sevinch opa bo'ladilar. 2006-yil tug'ilganlar, o'tgan yil 2024-yil koordinatorlikka tayinlanganlar. Umumiy yutuqlari Miss Buxgalter bo'lganlar. Bu bilan tabriklaymiz. Va san'at madaniyat maktabini fortepiano, maqom, estrada, vokal yo'nalishida tugatganlar. Xo'p, talantlari har sohada bir shingil. Hamma talant, pishiriqda ham, ayniqsa koordinatorlikni, teatrlik mahoratlarini o'zi juda ham. Xo'p, ikkinchi mehmonimiz bu Xayrullayeva Zebo opa bo'ladilar. Soliq fakultetini koordinatori. 2006-yil tug'ilganlar, 2023-yil Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida soliq fakultetiga qabul qilinganlar. Va 2018-yil 10-musiqa maktabini dutor va chang chalish yo'nalishini bitirganlar. Ikki karra Miss soliq bo'lganlar. 2024-yil koordinatorlikka tayinlanganlar. Talant tojik har sohada bir shingil. Face model qilib olsanglar bo'ladi. 100%. Tavsiya qilaman. Koordinator bo'lmaganiga ham yaxshi bo'lgan. 2x Miss soliq bo'lgan. Koordinatorligi mumkin emas. Koordinator bo'lmagani menga foyda bo'lgan ekan. Xo'p, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ahvollar qanday? Zo'r. Kayfiyat prям. Hozirlandi. Kirgandan уже kayfiyat yo'q ketdi. Unda boshladik. Boshladik. Xo'p, kecha kun haqida gaplashsak. Bilamizki, kecha Bizdan uni so'ramang. Zo'rg'a esimizdan chiqarib yubordik. taassurotlar. Sen boshla. Ishlash qanaqa bo'ldi? Repetitsiya. Voy. Qanaqa ikkinchi o'ringa? Ikkinchi o'rin degan paytida Eng qizig'i o'sha edi o'zi. Joylarda bo'lmasa hozir. Yo'q, birinchi ikkinchi o'rin degan joyini ayting. Keyin za kadrim bo'lgan joylarini aytasiz. Ikkinchi o'rin degan payt menimcha hamma qilgan mehnatlar shundoq ko'z oldidan o'tib, asabiylashganlar ham bilmay qoladi-da, hamma narsa unutib ketadi. Unutiladi, seni shundoq sahnaga ikkinchi o'rin bilan chaqirayotgani bilinadi faqat. Za kadrim. Asablarim. Kim bilan bilasan? Kim uchun hattoki qanchalik asabiylashaman. Odam shunchasi. Nimalarga sabab? Men qatnashmadim tadbirda, bu safar meni asablashmagan. Men qatnashmadim. Qatnashmagan uchun. Lekin har taraflama mana odamni o'sishga, xursand bo'lishga undaydigan narsa. Shunaqa. Sen endi Zebo xodim. Bizdan gapiringlar, Zebo qilib aytib bering. O'zlari ham o'tiribdilar. Biz rejissyor chaqirtirganmiz. Qancha urishdik, biz chiqisha olmadik ozgina.
oladi. Chunki bizlarga Xorazm viloyati tushganda Xorazmni lazgisiz olib chiqamiz deb eshitdi. Men lazgisiz bo'lmaydi dedim. Yo'q, bo'ladi, Zebo bo'ladi. Unaqa deyishdi. Mana 3-o'rinni oldik. Xudoga shukr, yuzimiz oq anaqa nima deydi, yorug' bo'ldi. Lekin bilasizmi, aynan Xorazm sahnasida chiqib gapirganingizda judayam ko'p auditoriya sizni Xorazmlik deb o'ylashdi va pozitiv muhokamasiga sabab bo'ldi. Unaqasi bilan. Shunday bo'ldim, lekin kulishadi debchi tushunishmasa kerak deb o'ylagandim. Hammani hayron qolgan narsasi Toshkentlik bo'lib turib, qanaqa qilib shevaga moslashib ketganingizda. Men Toshkentlikman, Xorazmlikman. Istoriyangda ko'rdim, ana Xorazmga mehrim tushdi dedingiz. Xuddi shunaqa holat menda bo'ldi. Jizzax boshida hech narsa yo'q-ku, shunaqa stress bo'lib anaqa qilganimda, lekin o'sha mana natijaga erishgandan keyin по-любому mehr bo'lib shunaqa mehr tushib qolarki, men o'zi Xorazmni oldindan yaxshi ko'rardim. 3 kun ichida Xorazmcha o'rgandim. Gapirmayman, mana shu plus. Har bitta repetitsiyada Xorazmcha bo'lib ketdik biz hammamiz. Anonim savolimizda ham bor, Zebo asli Xorazmlikmi degan savol. Bu savolga o'sha javob berdik. Men Xorazmlik emasman, Toshkentlikman. Toshkentda tug'ilgansiz, prям полный. Toza. Shu Toshkentlik ekanlar, Xorazmlik emas. Hamma bilib olishdi. Sevinch opamiz Navoiylik, Navoiy shahridansiz. Navoiylik? Shuning uchun topishmoqchisiz. Shuning uchun o'xshaymiz-ku bir-birimizga. Xo'p, koordinatorlikka kirib kelish yo'llaringiz haqida gaplashsak. Qanaqa bu va koordinatorlik bo'lish qiyin emasmi? Yo'q, men aytib ketay oldindan. Zebo aytganlar, men juda ham ko'p harakat qilganman, qiynalganman koordinator bo'lishga. Ko'p narsani bosib o'tganman deb aytib ketdilar boshida. Shunga bir aytib bersangiz boshida. To'g'risini aytsam, avvalambor mana Xudoga ming shukr, bu yil mana shu yilga nasib qildi, ya'ni 2025-2026 o'quv yiliga men 2 yil mobaynida harakat qilganman. Birinchi kursimda endi sobiq moliya institutiga qabul qilinganman. U yoqda talabalar kengashi bo'lgan. Endi baribir yangi bo'lganman-ku, studentga uncha yaxshi tushunmaganman. No, hamma tadbirlarda aktivni qatnashib kelganman. Ikkinchi kursda shu universitetlar birlashgan, ayni yongan payt edi. Men ham nomzodimni topshirganman koordinatorlikka. Bizning fakultetdan bir kamida 30 kishi nomzodini qo'ygan. Afsuski koordinator bo'la olmaganman, olishmaganman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. No, shunda ham taslim bo'lmasdan tadbirlarga qatnashib, aktivni bo'laverganman. Mana o'sha ko'zga ko'rindim, kattalarning ko'ziga. 3-kursga o'tgandan keyin telefon qilishyapti. Keling. Zebo keling siz ham. Bo'lmasa kerak menimcha yo'q, bu yil ham tadbirlarga qatnashmayman. O'sha motivatsiya sal tushib qoluvdi-da. Keyin suhbatga bordik, zo'r bo'ldi suhbat. Shohruh akaga, Abdulaziz akaga rahmat kattakon uchun. Qanaqa savol berishgan? Savol? Biz ham koordinator bo'lmoqchimiz edi. Savol? Endi aytaman, xafa bo'lmaysizlar. Men bu kelajakdagi mana shu loyiha, qanaqa loyihalar o'tkazmoqchisizlar, nima tashabbuslar qilmoqchisizlar, talabalarni nima yo'l bilan mana bu ijtimoiy hayotni qanaqa ko'rsatib bermoqchisizlar degan savol berildi. Biz shunga replay boricha javob berganmiz, borimizcha olishdi bu yil. Va siz koordinator bo'lganingizdan keyin qanaqa reaksiya bo'lgan? Shoma o'zi koordinatormi? Qiziq voqea bo'lgan. Men o'zi talaba qizlarga topshirganman. Lekin meni 5 tashabbusga olishgan. Nimaga deganda Zeboxon har sohadan bir shingil deb. Siz faqat talaba qizlar bilan emas, siz bolalar bilan ham ishlay olasiz degan. Bu 5 tashabbus loyihalar koordinatori, bosh koordinator o'rinbosari degan ekan. Shunga olishgan ekan. Shunga loyiha ko'rishibdi, shunga olishdi, mana ishlab yuribmiz endi. Nega o'zi nima sababdan aynan qizlar koordinatoriga topshirib qo'ygansiz o'zingiz? Chunki men talaba qizlarda mana bizda Odina bo'lgan, ular bilan ishlab, o'sha jarayonlarni ko'rganman-da. Men mana shu yo'lda o'zimni ko'rganman. Shu sohada men shu yo'nalishda men ishlay olaman deganman, lekin kattalar bundan ham ko'proq ish qila olishimga ishonishdi. Menga shuni topshirishgan. Xo'p, endi Sevinch opadan eshitamiz. Men endi по-любому buzib kirgan shaxsman. Men bunaqa qiyinchilik ko'rmaganman. Birinchi kursda hech ham o'ylamaganman, lekin birinchi kurs paytim kelganda xuddi men deb aytganday bir shashalab, anaqa hech narsani tushunmaydigan bo'lib kelganman. No, tadbirlarni qoldirmasdan har doimda aktiv bo'lib anaqa qilgandan keyin
dekabr oyida qiziq voqea bo'lgan. Shu o'tgan yili koordinatorlar soni 8 ta bo'lgan media. Ha, 8 ta. 7 ta yo'nalish, bitta media bo'lgan. Shulardan bittasi tadbirkorlikka yo'naltirilgan yo'nalish koordinatori ishlamayman deb ketgan. Shundan keyin u paytgacha birinchi kurslar olinmagan koordinatorlikka, keyin bizning zamjakan birinchi kurslardan tayinlaymiz deb nizomlarni anaqalarni buzib nomzodimni man berishgan koordinatorlar. Chunki o'sha dekabrgacha bo'lgan vaqt mobaynida har doim tadbirlarda aktiv bo'lganman. Keyin suhbatga borganman, suhbatdan o'ta olmaganman. Suhbatda meni qabul qilishmagan, lekin u payt kanaldan yo'q edi suhbatda. Shohruh aka bordi faqat. O'ta olmaganman, lekin zamjakanimiz Hasan ustoz rahmat. O'sha qo'ymay baribir bo'lasan deganda. Keyin bo'lib ketganman. Tadbirkorlik yo'nalishida umuman yo'q sohada. Keyin qizlar koordinatori bo'lgan. Shu yil keyin talaba qizlar koordinatori. Значит, shu yil ham yana qaytadan savol javobga borgansiz. Yana qaytadan. Har yili koordinator. Har yili suhbat bo'ladi baribir. Keyin qabul qilingansiz. Keyin xohlaganimizga keyin. Chunki 5 tashabbusni men xohlamaganman emas, xohlaganman, lekin yigitlar bilan ham bor. Aslida hozir ham ishladi, endi nima qilamiz, yigitlar bilan ham ishlab ketaveramiz. Bitta komanda. Lekin aytilishida baribir uylarga qarshilik qilishadi. Sport bor ham, uni ichida men eplolmasdim sportni, shuning uchun ham keyin tarmoqlar bo'lib ketgan. Xo'p, yaxshi. Shunda По-любому birinchi kursda buzib kirgan shaxs men buni birinchi buxgalteriya. Yaxshi. Xo'p, qizlar bilan ishlash yaxshimi, yigitlar bilan? Ya'ni osonroq. Kimlar bilan ishlash osonroq? Endi talaba qizlar bo'lib turib, yigitlar deyish qanaqa bo'larkin? Yigitlar bilan O'zini aytib qo'ya qolay-ku, aniq qilishda emas, baribir bolalar bilan ishlash osonroq. sababi nima? Chunki to'g'ri qizlar mas'uliyatli bo'ladi deyishadi, lekin hozir aynan bizning sferamizda nimagadir bolalar mas'uliyatliroq. Buni tan olish kerak. Qizlar ham mas'uliyatli kam albatta, to'g'risi ularni gaping bo'ldim. Keyin hozirgi pokoleniyada qizlar bilan chiqishmasdan, qizlar bolalar bilan chiqadi. Chunki hamma qizni o'ziga yarasha nafasi bor. O'sha narsa to'g'ri kelmay qolib, qizlar yigitlar baribir qizlarning o'rtasida ko'rilmaslik, hasadda, zavist. Eng qiyini bizning vazifamizda ham shu. Biza o'zimiz urush qilsak ham mayli-ku, ya'ni biz qarab yurishimiz kerak bo'lgan talabalar orasida urush bo'lsa, biz ajratchimiz anaqa javobgarsizlar. Ha, biz anaqa bo'lib qolamiz-ku, o'sha eng qiyin ishimizda eng qiyin taraf shu. Eng qiyin shu. Demak, yigitlar bilan ishlash osonroq. Nimaga yigitlar bilan ishlash osonroq? Xo'p, ular mas'uliyatli. Qizlarni ham hammasi mas'uliyatsiz emas, mas'uliyatlilari ham bor. Bunaqa vaziyatda men o'zimdan boshimdan ham o'tganda, ko'p narsalarga ruxsat bermay qolishligim mumkin. Nimadir narsa boshlab qo'yib, yo'q, qatnasha olmayman. Uydagilari bilan muammo. Bunaqa yomon ma'noda qizlar bilan ishlab bo'lmaydi demayapmiz. Bor, ishlasa bo'ladi, kamdan-kamda mas'uliyatni his qilmaydi ko'pchilik. Shuning uchun solishtirib qaraganda bo'ldi, lekin qizlar ham yomon demaysiz. Qizlar yomon emas, men o'zimni fakultetimdan kelib chiqadigan bo'lsam, o'zimning qizlarim bor, zo'r qizlarim bor. Hammasi zo'r, bolalar ham zo'r. Men endi o'zimning fikrimni aytdim. Tushunarli. Xo'p, har yil birinchi kurs talabalari keladi, xuddi shu yil kelgandek. Ularni kutib olish, ular qanaqa energiyada kelishi sizlar uchun muhim rol o'ynaydimi yoki yo'q? Конечно, ularni kutib olish qanaqa bo'ladi? Birinchi kurslar keladi-yu, xuddi oila a'zoyimizga yangi bitta a'zo qo'shilgandek bo'ladi-da. Ularni принять qilishi, o'zi shunda ham bir hafta tanishtiruv maktabi bo'ladi. Ularning miyasi siqilib qoladi-da, tanishtiruv maktabida. Voy, shunaqamikan o'qish deb o'ylab qolishligi mumkin. Men stressga chiqib qolganman. Men talabalardan intervyu olganman-da, o'qish boshida, lekin video chiqarmaganmiz. Faqat klublardan intervyu olganmiz. Chiqarganimda yo'q, boshqa fakultetga o'taman, yo'q, boshqa o'qishga ketaman. Bir haftalik tanishtiruvda-da, keyin biz ularni qiziqtirib, yo'q, to'xtaydi, bizning mamlakat tomonlari ham bor deb qiziqtirganmiz. Unisi keladi, u yoqdan buni tanishtiradi, buni qilish kerak dedi, bunisi keladi, buni tanishtiradi, buni qilish kerak dedi. Ular birinchi kurs
по-любому endi maktabdan chiqqan talabaga bu narsani ko'tarish загрузкаga misol uchun man birinchi kelganimda koordinator kim, qanday vazifani bajaradi, koordinatoring kim deb menga savol berishgan. U kim, u starostami yoki qanaqadir zavchmi? Man koordinator degan narsani birinchi marta universitetda eshitganman. Haftalik tanishtiruvi oxirgi kunini bizga berishgan. Talabalar bilan o'zinglarni tanishtiringlar. lekin mana shu narsani aytib o'tishim kerak. O'tgan yil koordinatorlar ming bor. Men o'zim dekabrdan tayinlanganman. Sentabrda bo'lgan qanaqalarga aralashgan. Umuman sizlarga qilingan e'tiborni bizga qilishmagan. Sizlarni bilmadim. Biza networking daylar qildik. Masalan, sizlar ham qildingiz shu. O'shanda bilishdi biz kimligimizni. Biz tanishtirdik. Biroq bizga tanishtirishmagan. Shu narsani. O'tsa qanday qilib Biz bilgansiz? shuni qildik shu yil. Bu yangilik. Bilmaganman koordinatorlarga eslicha o'tgan yil. O'tgan yili men ham shu dekabrdan tayinlanganim uchun boshida men ham bilmaganman o'sha narsani. Koordinator kim deganman. Bunda nima 4 yil bakalavr diplom olib kelish kerak, mana unaqa bo'lish uchun biz ham narsalarni o'rganamiz. Biz networkdan narsani aytib tanishtirdik o'zimiz. Har kuni kelganda, menimcha yo'q, bir kun yoki 2 kunda kelib yetib ketishgan. Bizani aynan fiskal kampusiga 2 kun bo'lgan, bu narsa 2 kun bo'lgan. Kun bo'lgan bo'lsa, lekin juda ham tez qolgan. Buni talabalar принять qilish Ketma-ket variantda. qiyinroq bo'lgan. qaysi biri yaxshi, qaysi birida nima olsa bo'ladi. Nimaga unaqa savollar ko'payib ketgan. Xo'p, shu klublarni ochilishda maqsad nima? Maqsad Grantga o'tishmi, ball yig'ib? Yo'q. Universitetda mana fakultetda har xil talaba bor. Masalan, sen hozir shu narsani eplolasan, sektorlikda o'tiribsan. Kimdir eplolmaydi, u sportda. Mana shu o'zini yo'nalishiga tortib olish. Keyin ba'zi bir talabalar bor, mana biz har sohadan bir shinga. Lekin bu degani mana shu narsani aytmoqchi edim. Hamma narsaga uraverish kerak emas-da. O'zini eploladigan sohasida qilish kerak, tamom. Просто hobbisini davom ettirish. Hamma narsadan bir qamchi har sohadan, lekin o'zim men bu kunim, men bu klubimni, men bu soatga menga boshlayman, men bu soatga men boshim kerak. Rusiyam odamga nag'uzga bo'lib qoladi. Undan ko'ra ikkita zo'r yoki uchta zo'r prosta ushlash kerak, tamom. Hozirgi birinchi kurslar, aynan shu yil kelgan birinchi kurslar o'zi ijtimoiy faollik degan narsa chiqdi. Hamma joyga urishyapti. Mana repetitsiyani ertadan kechgacha qo'yamiz, teatr yo boshqa narsa uchun. Men bu soatda menga borib kelishim kerak deydi. Bu kunisiga men bu soatda mengacha menga borib kelishim kerak deydi. Shu ma'lumot uchun talabalar ijtimoiy faollik indeksi, agar sizlar faol bo'lsanglar, zo'r bo'lsanglar, o'zidan o'zi kelaveradi. Sizlar o'qqa urish kerak emas. Klublar nimaga ochilgan? Faqat ilmiy yo'nalish bilan cheklanib qolmaslik uchun. Mana tashqarida ham hayot bor, ijtimoiy hayot ham bor, bu yoqda ma'rifiy tadbirlar bor, o'yin kulgular ham bor. O'shani baravar olib ketadigan shunaqa. Lekin bu degani 10 ta klubga a'zo bo'lib, ham fakultetskiy ishlarga aralashib, bu yerda fakultetdagi koordinatorlar sochini oqartirib, repetitsiyaga o'zini klubini ishini unaqa qilish kerak degani klub rahbarlari bizdan klub rahbarlarimizni kechirasizlar. Lekin haqiqat yo'q, bu endi talabalarni o'zida. Yo'q, например, men ham misol uchun klublarga a'zoman. Qaysi o'zimga kerakligi 24 tasiga a'zo emasman. Men eng yaxshi ko'rganim, birinchi bo'lib ochilganim bu iqtisodchi yulduzlar. Kamina ham borlar. Как раз iqtisodchi yulduzlardan iqtisodchi yulduzlar odam kerak edi. Tomchida bormiz, Tomchida SU. Men o'zimni mana shu klublarni shunaqa yaxshi ko'raman. Nima bo'lsa borishga harakat qilaman. Shu. Endi hozir aytib o'tdingiz, talabalar hamma klublarga a'zo bo'lish kerak emas. Nagrushib ketadi deysiz. Endi talabalar aynan qaysi tarafdan u yaxshiligini bilib olish uchun ham boshida qilib ko'rish kerak-ku. To'g'ri, lekin nima deydi? Ba'zi vaziyatlar kelyapti, fakultetga ishiga aralashadi. Masalan, kamina. Bu yo'lda mana anaqam bor. Klub repetitsiya qo'yilgan vaqtida, klubdan borishim kerak deb kelib qolaveradi. O'sha payt bizaga qiyin-da. O'zlari ham charchab qolishadi. Nima hamma klubga a'zo emasmi? Bir ikkitasiga. Prosta lekin boshiga hammasiga borib ko'rdim, qanaqa ekanda suhbatlarga. Borib ko'rgan. Lekin hozir o'zimga yoqadi. Yo'q. Hozir Tomchi bilan mushoiraga bormanman. Xullas, klublar talabalik davrini oltin qilib o'tkazish va qiziqishingizni rivojlantirish uchun.
faqat o'qish bilan cheklanib qolmasdan ijtimoiy faollik. Просто maza qilish kerak. Hech qanaqa grantga o'tish uchun harakat emas. Ikkinchi bo'ldim. Men sen bilmadim, men anaqa qilganim. Shu yerga birinchi kurslarda ham olov bo'lib keldi. Ya bizada suv. Sizlarda suvmi? Bizani birinchi kurslarimiz suv. Chunki bizada yo'nalish bitta yo'nalishda, bitta fakultetda bitta yo'nalish qolgan bizada. Oldinlar mana bitta fakultetda 3-4 ta yo'nalish bo'lardi. Например, sug'urta ishi, soliq, ATT degan yo'nalish bo'lardi. Hozir masalan menejment fakulteti shunaqa. Bir dunyoni qadar bo'lgan. Ular вообще Bizda ham shunaqa. Soliqda ham bitta yo'nalish. bitta yo'nalish. Soliq bilan soliq Buxgalteriyada. Talaba soni kam, lekin kam bo'lishiga qaramasdan biz qizlar qilamiz. Qizlar kam bizada. Lekin demoqchiman, umumiy olib qarasang, bilmadim, judayam olov bo'lib kelishdi. Yo ijtimoiy faollik uchun Grant. yo o'zi masalan mana bular studiyada gaplashib, bizlarni Bularga lekin ma вообще Respekt. mana edi bir judayam yumshoq, hech narsani tushunmaydigan o'qigan yo duh yetishmagan bizga shunaqa qilishga. Yo, bilmadim. Hozir vagon duh. O'shansizda. Hozir Уже duh. sizlarni qaranglar. Sizlarda qaranglar, qanaqa nimalar qilib tashyapsizlar. O'sha men birinchi marta eshitib podkast qilamiz degan yerda shunaqa xursand bo'lib ketdim. Bizada o'sha sobiq moliya institutida podkast bo'lardi. Students cafe degan ozod aka bilanlar. U xuddi o'sha narsada men rosa chiqmoqchi bo'lganman. Men birinchi kursim esimga tushib ketdi. Podkast bo'ladi Zebova deyishgandacha. Yomon xursand bo'ldim. Taklifnomalarni aytmaysiz o'zi. Vassalam. Dizayner Bizlar bo'lmaysiz. biza bilamiz hozircha uni, biza keyin anaqa atmosferani ko'rib, kelgan paytimiz Zebo bilan anaqa qilib, buni universitet darajasigacha ko'tarish kerak. Ketish kerak emas. Xo'p, talabalar o'rtasida uchraydigan judayam qiziqarli savollar bor, misol uchun. Uni qilsam bo'ladimi? Kuzatiladi har xil vaziyatlar. Zamjikani oldilariga kiriladi. Shunaqa talabalar o'rtasida ko'p uchraydigan savol qaysi? To'g'risini ayting? Da, конечно. Aldimi? Yo'q, to'g'risini ayting. Zebopani qiz nomerini berib yuboring. Bu yigitlardan. Da. Kecha shunaqa holat bo'ldi bizda. Qizimizlarni yaxshi ko'rib yoqtirib qolish, nomer so'rash, boshqalarga so'raysanmi dedim. Ismini aytasizmi, aytmaysiz? Aytingmi? Aytamiz. Lekin yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Eng ko'p tushdida shu savol. Sizni Shahlo Ahmedovga o'xshatishar ekanmi? Nima deydi? Shunga fikringiz qanaqa? Nega aynan Shahlo Ahmedovga o'xshatishadi? Bilmayman, shu yuzidagi holat bo'lsa kerak deb qolaman, lekin Shahlo Ahmedovaga o'xshatishligini bitta sababi, men bir kuni shunaqa story solganman. Shahlo Ahmedovaning muzikasiga kerak narsaga muzikasiga atmetka qilib olganman. Qo'yib yuborganlar storylarga 29 soat turgan u stories. O'shandan keyin Shahlo Ahmedova qo'yib yuborgan. O'shandan keyin o'xshatishganda. O'shanda ham savol bilan qo'yishgan. O'xshaysizmi deb, o'xshaymanmi deb Shahlo Ahmedovani atmetka qilgandim. Birinchi bo'lib meni Aysanamga o'xshatishgan. Jesmi blogerchaga o'xshatishgan. Uchinchidan Shahlo Ahmedov. Iltimos o'xshatmanglar, men Zeboman. Men savol bersam, nima shu o'rinda Instagram akkauntini открытый qilish qiyin anaqa emasmi? O'sha открытый akkauntni yuritish sal niso yoki bir Nito emas endi, конечно, men bu heyt bo'ladi hamma joyda. Heytga ahamiyat bermaslik kerak. Atak qilish normalniy, zo'r, cho'tki tomon, zo'r tomonlari ham bor. Uni intervyu tugagandan keyin o'zimga alohida aytaman. Xo'p, Sevinch opa, sizga anonim savolimiz. Оказывается, sizni kuzatishlari orqali kanalingizda shunaqa postlar bor ekan. Uyingizni juda ham ko'p sog'inar ekansiz, ayniqsa onajoningizni va bunga sabab nima? Qaysidir atrofdan negativ keladimi uyingizni sog'inishga yoki просто tak uzoq bo'lganingiz uchun sog'inasizmi? uzoq bo'lganim uchun albatta. Va sog'inganingizda nima qilasiz? Unaqa emas. Maktabda negativ bo'lganda ham ayamni oldiga boraman. Bu yoqda nimadir bo'lsa, o'sha odam yetishmaydi. Shu paytgacha uydan anaqa to o'qishga kirmagunimcha, universitetga qabul qilinmagunimcha uydan
so'roqsiz, uydan bir kun даже uzoqqa ketmagan qizmanda. Butun yil yashayapman men Toshkentda hozir. Ruxsat to'g'risida gap ketdi. Bundan oldin borgan kuni savol berishdi. Telefonni necha yoshda olgansiz deb. Bunga ruxsat berishmagan ekan. Men 17 yoshimda birinchi marta telefonim olganman. Ya'ni student bo'lganimda birinchi marta berishgan. Men shunaqa. Shunaqa stroy katta bo'lganmiz. Xo'p, ikkinchi savolim, Sevinch opa, teatrda rol o'ynadingiz, ya'ni sodda rolimi? Qanaqa rol edi? Qumrida, Bevalar teatrida Qumri rolida o'ynagan. Agar topsak qo'yib yuboramiz montajda. Qo'yamiz, menda bor. Bu rolingizni ko'rgan jurilar ham, talabalar ham narxozda nima qilib yuribsiz? Nimaga aynan san'at yo'nalishida ketmadingiz? degan savol. Nima qilib yuribsiz degan savol уже hayotim davomida 100-chi marta berilgan. Yo'q, reально teatralni borda zo'r ijro, прям вообще. Strogiy rejim ota-onam qarshiligidan san'at madaniyatmi degan so'roqli gapdan keyin oxirida bitta undov qo'yilib narxozga yopishdi. Hayotimiz yomon o'xshashib ketadigan sanalar. Men ham muzikani bitirib turib, iqtisodiyot yo'nalishiga ketganman. Zapret bo'lgan. 8 yil gimnastikaga borganman, ovorishgan. Katta qiz bo'lib qoldi, uyat bo'ladi deyishgan. Gimnastikadan voz kechganman. San'atdan. Unaqa 9 yil o'qib turib muzikalnida, o'sha paytda duh bo'lmaganda biz bilmayman nimaga endi bergansizlar-ku, shunga qatnashtirgansizlar-ku, nimaga endi degan kelgan. Xo'p, Zebo opa, siz aytishlaricha, tipa blogerlik ham qilib turar ekansiz va bunga qarshiliklar bo'lmaydimi? Men qarshiliklar kim tomonidan bo'lishi? Uyingizdagilar qarshilik qiladigan odamim yo'q, hozircha yo'q. Uydagilar boshida ozgina qarashdi, keyin kontentim yaxshi bo'lgani uchun, yaxshi foydali bo'lgani uchun qarshiliklar yo'q uydagilar tomonidan. Xo'p. Shu o'rinda bitta narsa aytib ketay. Eng sevimli blogeringiz qaysi deb savol beruvchilar menga. Men kamera qaysi? Ko'rdinglarmi? Rahmat. Ko'rdinglarmi? Если что, Zebo opani Instagramlarida Estetik. Pastda qoldiramiz. Yo, reально, men ham siz fanatizman. Men ham siz fanatizman. Белая зависть. Ham komediya bor, ham tragediya bor, ba'zida. Xo'p, afsuski vaqtimiz nihoyasiga yetyapti ekan. Bu safar 2 soat olamizmi deymanda. Endi birinchisi bo'lgani uchun bularni qo'yib olishgan vaqtimiz ketib qoldi. Bu hali hammasi emas. Boshida sizlarni hayratga soldirdik-da. Bu ikkinchi surprizimiz. Ya'ni bu ham bir traditsiya. Yuni Gap podkastida kelgan mehmonlarga surpriz sovg'a, esdalik va sovg'alar bizni beramiz. Xo'p, bu sizga. Bu Zebo opaga. Aynan kameralarga ochib, конечно, kameraga ochib ko'rsating, hamma qiziqadi. Ochib, nimaligini O'rganib qolganman-da, unaqa esma qilib ochishga. Mikrofonga yaqinroq tutib turing. Yirtib tashlanglar xohlashlar. Bo'ladi. Chexolmi nima? Voy. Yutdim, o'tganimni qaraydi. Ochib, telefoningizga taqib, Yuni Gapga omad tilab qo'yasiz. Rahmat. Shu o'rinda aytishim kerak, stakanlaringizga suzilgan suvlardan tatib ko'rdingizmi? Men aytmoqchiman. Savol, qaysi napitkalardan qo'yilgan? Nimasizlar reklama qilyapsizlarmi? Homiylarimiz bordi. Kristina Ramashkalisi bilan, men bitta tushdim. Kristina Ramashkalisi. Ma'lumot uchun, men Kristina Ramashkalisini yaxshi ko'rishim. Albatta, qurtlar ham yaxshi ko'rasiz. Sevinch opa ham yaxshi ko'radilar. Hayron qolgan narsa deb qatdan bilyapti bularni. Mana bulla qilib bitta shart bitta. Da. Mos tushdimi? Almashtirib berish shart emasmi? Mos tushdimi? Narxozdagi bo'layotgan tadbirdagacha mana koordinatorlar yoki boshqa tadbirlar bir taqib boramiz. Qismda
Unigap bergan esichu. Unigap. Hech kim so'ramasa ham aytinglar-da, Unigap chexolini bergan ko'rdingizmi? Unigap kelajak katta bo'lib ketsa Unigap anaqalarni Albatta. Keyingi safar. Albatta. rahmat lekin andishi endi maqtanib yuramiz birinchi sonini biza boshlaymiz. Bu barakali bo'ladi. Gapga yozdingiz tilaklaringizni degan umidaman, hali o'qimadik, kameralarga ko'rsatamiz. Kameralarga qarab tilaklaringiz va talabalarga ham asosan tilaklaringizni tilanglar. Chunki keyingi yil birinchi kurslar ham ko'rishi mumkin. Birinchi kurs kelayotgan birinchi kurslarga tilagingiz. Endi avvalo nima bo'lishidan qat'iy nazar va qanaqa hayotda tushunmovchilik bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar hayotga prosta oddiy nazar bilan qarab o'zligingizni yo'qotmasligi kerak. O'zini mentaliteti, o'zini shaxsiyati, o'zini qonun qoidalarini, o'zini hurmatini yo'qotmasligini tilab qolaman. Olovni olovligini saqlasin. Duxo vagon qiling. Va Unigapga cheksiz omad. rahmat. Sizning duoyingiz bilan erishamiz. Endi Zeba. Xo'p, studentlar, men sizlarga eng g'alati aytadigan narsam, hozirgi zamonda baribir gap so'z degan narsa bor, shu narsaga e'tibor bermanglar. Nima qiyinchilik bo'lsa, bu sizlarga bitta dars. Men sizlarga primer bo'lay, 2 yil koordinator bo'la olmadim. 2 yil, kichkina yil emas. Sizlar sinib qolmanglar. Nimadirdan yiqildinglarmi, srazu turinglar. Eng katta motivatsiya shu bo'lsin. Hammaga ta'sir qiladi bu. Da, Unigapga keladigan bo'lsak, men rosa xursand bo'ldim. Avvalambor rahmat sizlarga kattakon. Birinchi o'zimni qilganingiz uchun ochib berdinglar. sizni loyiq deb bildim. Men ishonaman, shu ikkita talaba hali ancha-muncha yutuqlarga erishadi. Unigap bilan birga shu sizlarni eng boshlagi birinchi Buni boshlagan. kelganida sezganmiz. Bu hali katta proyekt bo'ladi. Katta proyekt bo'ladi. Yonib turibdi bular. Unigapga omad, bizdan keyingi keladigan studentlarga ham sabr tilab qolamiz. Qanaqa sizlarni mana shu loyihalar uchun, вообще bundan keyin ham qilmoqchi bo'lgan loyihalar uchun qanaqa yordam kerak bo'lsa, Biz tayyormiz. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti koordinatorlari bilan birga suhbat kelib turinglar. Bye. kelib turinglar.